Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Efirda 100% ko'rsatuvining navbatdagi soni. Bugungi ko'rsatuvimizda soliqlarni to'lash majburiyati, byudjet va byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga qarzdorliklarni to'lanishi va fuqarolar tomonidan soliqlarni o'z vaqtida to'lanishi yuzasidan viloyat soliq boshqarmasida olib borilayotgan targ'ibot ishlari xususida so'z yuritamiz. Ana shu maqsadda studiyamizga biz Sirdaryo viloyat soliq boshqarmasi soliq qarzini undirishni tashkil etish bo'limi xodimlari Abdumajid aka Eshboyevni hamda Nilufar opa Xatamovalarini taklif etganmiz. Studiyamizga xush kelibsizlar. Avvalo, soliq qarzini hosil bo'lish sabablari va bu borada viloyat soliq boshqarmasi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar xususida qisqacha to'xtalib o'tsak, marhamat. Soliq qarzi asosan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bo'lgan jismoniy hamda yuridik shaxslar tomonidan soliq hisobotlarini topshirilishi natijasida muddatda to'lanmagan soliqlarni to'lanmaganligi natijasida yuzaga keladi. Bunda asosan o'sha mol-mulk hamda yer soliqlarini o'z vaqtida to'lanmaganligi, shuningdek soliq to'lovchilarni tomonidan o'tkaziladigan kameral hamda soliq auditi tekshirishlari natijasida yuzaga keladi. O'z vaqtida to'lanmagan qarzdorlik soliq qarzdorligi hisoblanib, bunda asosan O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 114 hamda 119-moddalariga asosan vaqtida to'lanmagan soliqlar, ularga hisoblangan moliyaviy jarimalar, pensiyalar majburiy undiruv choralariga qaratiladi. Majburiy undiruv choralari o'sha O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi tomonidan belgilangan tartibda soliq to'lovchiga talabnoma yuboriladi. O'sha soliq qarzini uzish to'g'risida talabnoma yuborilib, o'sha u talabnomani o'zini bajarilish majburiyatlari yuzaga keladi. Uzish to'g'risida talabnomaga vaqtida javob berilishi lozim bo'ladi soliq to'lovchi tomonidan. Buni o'zi agar soliq to'lovchi tomonidan soliq qarzi mavjud bo'lib turib ham soliq organi va unga soliqlarni to'lash muddati o'tgandan keyin ham 3 kundan kechiktirmay soliq qarzini uzish to'g'risida talabnoma yuborilgan taqdirda u o'zini o'sha shaxsiy kabinetidan soliq to'lovchi ko'rib, o'shanga vaqtida javob berilishi kerak. O'sha qarzdorlikni haqiqatan mavjud emasligiga javob qaytarilishi kerak. O'sha talabnomani, o'sha uzish to'g'risida talabnoma o'sha soliq kodeksining 100-moddasida nazarda tutilgan qarz yoki foizlar mavjud bo'lgan taqdirdagina o'sha yuboriladi. Asos bo'lishi shart albatta. Bunda asosan o'sha mol-mulkini talabnoma yuborilgandan keyin vaqtida javob berilmagandan keyin soliq qarziga inkassa qo'yiladi. O'zi soliq to'lovchi tomonidan to'lov topshiriqnomasi qo'yilmagan taqdirda hisobotni yuborgan zahoti to'lov topshiriqnomasi yuborilishi kerak. Agar yuborilmagan taqdirda 3 kun ichida soliq organi tomonidan inkassa topshiriqnomasi qo'yiladi hamda o'sha qarzdorligiga nisbatan undiruv choralari ko'riladi. Mol-mulkini xatlash choralari ko'riladi. Bundan tashqari o'sha soliq to'lovchilarga faqat ularni solig'ini to'lanmagan majburiy undiruvga qaratish, ularga chora ko'rish degani emas. Ularga bizning O'zbekiston Respublikasimizda juda katta imkoniyatlar, keng imtiyozlar berilyapti. Masalan, ularda o'sha bir varakaga katta soliq qarzini to'la olmagan taqdirda ularga katta imtiyozlar berilyapti. O'sha ularga to'langan, hisoblangan soliqlar, pensiyalarni bo'lib to'lash imkoniyati berilyapti. Shunday istisno tariqasida shunday holatlarda qarzdorliklaridan ketish holatlari ham bo'lyapti. Bo'lib to'lashlari bu juda har bir xo'jalik yurituvchi subyektga juda katta imkoniyat berib, qarzlarini bir varaka to'lashda ular shuncha ish bilan ta'minlayapti, shuncha soliq to'lanyapti. Shularni agar bir vaqt ichida 100 million, 200 million nalogini to'lashda, soliq qarzini to'lashda u birdaniga tashkilot sinib qolishi mumkin. O'shaning uchun ham ularga juda katta imtiyoz berilib, bu imtiyozlar ularga juda qo'l kelyapti va vaqtida o'sha grafik asosida to'lab borilyapti. Nilufar opa, mana teletomoshabinlarimiz kuzatib borishyapti. Biz mana jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llanadigan imtiyozlarga ham to'xtalib o'tsak, ularning ham albatta soliq qarzdorliklari mavjud. Ularga ham mana shunday soliqlarni, qarzdorliklarni bo'lib to'lash imkoniyati bormi? Jismoniy shaxslarga ham bor. Ularga ham imkoniyatlar bo'lib to'lash imkoniyatlari bor, lekin asosan ular o'sha urush qatnashchilari, jismoniy shaxslarning soliq, mana uy-joylarning mahalliy yer mol-mulk soliqlari bo'yicha to'lov muddatlari 15-aprel, 15-oktyabr. Misol uchun 1 millionlik solig'i chiqayotgan bo'lsa, yarmini 15-aprelgacha, yarmini 15-oktyabrga qadar to'lash kerak. O'sha teng ulushlarda ikkiga bo'lib to'lash imkoniyatlari bor. Mana yangi tahrirdagi soliq kodeksida aynan soliq to'lovchilarimiz aytib o'tganingizdek 15-aprel va 15-oktyabrda ikki bo'lib to'lash imkoniyatlari yaratildi. Agarda 15-aprelda soliq qarzdorligini yarmini to'lamasa, qolgan qismiga pensiya to'lash
yo'lga qo'yilganmi? Shu xususda ham bir ma'lumot bersak. Mana bu 15-Soliq kodeksining 423-moddasiga asosan teng ulushlarda bo'lib to'lash ko'rsatilgan. Misol uchun 1 millionlik so'mlik soliq qarzidan 500 ni 15-aprelgacha to'lash kerak edi. 15-apreldan keyin o'sha to'lanmay qolgan 500 ming so'miga penya hisoblanadi. 15-oktyabrdan keyin 1 millionga penya hisoblab boshlaydi. 1 million soliq qarzini to'lamasa, o'sha 1 millionga Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasi nimasi bo'yicha penya hisoblanadi. Keyin Soliq kodeksining 125-moddasiga asosan 1 million so'mdan oshgan soliq qarzdorliklari majburiy undiruvga qaratiladi. Byudjetdan va byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga to'lanmagan soliq qarzdorliklari va ularni undirish bo'yicha qanday ishlar olib borilmoqda? Shular haqida ham bir fikrlashsak, marhamat. Abdumajid aka, bu haqida o'zingiz bir ma'lumot berib o'tsangiz, keyin soliq qarzdorliklari byudjet va byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga to'lanmagan soliq qarzdorliklari bo'yicha Soliq kodeksining 115-119-moddalariga asosan talabnoma yuboriladi, inkassa qo'yiladi biz taraf 3 kun ichida. Keyin talabnoma jo'natganimizda Soliq kodeksining 60-moddasiga asosan 10 kun ichida e'tiroz bildirmasa, bunga nima qo'yamiz? Inkassa qo'yamiz. Agar e'tiroz bildirgan taqdirda sudga beramiz 2 oy muddatda. Bunda yana soliq to'lovchilarga yana imtiyozlari hisobot topshirgandan keyin paydo bo'lgan soliq qarzini oldinlari majburiy undiruvga 10 kun ichida ketardi. Hozir esa 2 oy muddatda 2 oygacha bu imkoniyat berilgan, 2 oygacha majburiy ijroga qaratilmay turadi o'sha chiqqan soliqlar. Soliq qarzi oshib ketishi kuzatilmoqda. Bunda soliq xodimi nimalarga e'tibor bermasligi yoki mas'uliyatsizligimi yoki soliq to'lovchilar hisoblangan soliqlarni to'lash zarurligini bilmayaptimi? Bu borada ularga qanday tavsiyalarni bergan bo'lar edingiz? Endi eng avvalo birinchi navbatda aytadigan bo'lsak, o'sha soliq qarzining vujudga kelishi, o'sha hisobotlar topshirilishidan to soliq to'lanishigacha bo'lgan holatlarda bir necha marta mana shu ommaviy axborot vositalarida ijtimoiy chiqishlar bo'lyapti. Juda ko'p mana shu 15-oktyabrgacha mahalliy yer mol-mulk soliqlarining to'lanishi bo'yicha juda ko'p challenjlar tashkil qilingan. Hatto o'sha siz soliq to'lovchi ekanligini bilasizmi? Men soliqlarni to'ladim, sizchi nomida. Bundan tashqari o'sha soliq to'lash vatanga xizmat qilishning bir shaklidir degan ko'p challenjlar tashkil qilingan. Bundan tashqari ularga juda e'tibor berib, soliqlar to'lash bu majburiyat emas, konstitutsiyaviy burchimiz deb hamma bilsa, o'shani vijdonan his qilsa, o'sha ommaviy axborot vositalarida ham hamma joyda aytilyapti. Bu narsani o'sha challenjlardan tashqari ham o'zlari ham fuqarolarga уже yangilik emas. Bemalol уже to'lash huquqi ekanligini, o'zlarining konstitutsiyaviy burchi ekanligini his qilib to'lasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Chekka joylarda to'g'ri hali to'lanmayotgan, uni his qilmayotgan fuqarolarimiz yo'q emas, bor. Guruch kurmaksiz bo'lmagandek bor. Lekin hamma fuqarolar, xo'jalik yurituvchi subyektlar to'lashni yo'lga qo'yilyapti. Boyagi imkoniyatlardan kelib chiqqan holda his qilyapti to'lashni. Jismoniy qo'shimcha qilmoqchimisiz, marhamat? Bunda har bir fuqaro xarid chekini olish kerak. O'shanda soliqlarni chetlab o'tish nimalar yuzaga kelmaydi-da. U to'g'ridan to'g'ri hisobotlarda ko'rsatiladi. Onlayn eng keyin kassa apparatlarida xarid cheki olgandan keyin. Endi shu o'rinda ogohlantirish xatlari ham berib boriladi, adashmasam, soliq qarzdorligi kamaygan holatda. Shu xususda ham bir so'z yursak, jismoniy shaxslardan olinadigan yer, mol, mulk soliqlarini to'lash muddatlari va to'lov amalga oshirilmagan taqdirda qanday majburiy undiruv choralari ko'riladi? Marhamat. Aynan jismoniy shaxslar bo'yicha savolimiz bo'ldi. Jismoniy shaxslarni yuqorida qayd etgandik, bu bo'lib to'lash 15-aprel Soliq kodeksining 423-moddasiga asosan teng ulushlarda bo'lib to'laydi 15-aprel 15-oktyabrga qadar. Bundan 15-oktyabrdan keyin to'lanmagan summalari 1 million so'mdan oshgan taqdirda biz majburiy undiruvga qaratamiz. Necha kun muddatda majburiy undiruvga chiqariladi? Misol mana 15-oktyabr sanasi ham ortda qoldi. Aynan soliq to'lovchilarimiz ko'pchiligi hali soliq to'lashga ulgurishmadi, lekin necha kun muddatdan keyin ularni majburiy undiruvga qaratamiz? 10 kun muddatda. 10 kun muddatda. Albatta. Endi soliq qarziga yo'l qo'ymaslik borasida olib borilgan targ'ibot, tashviqot ishlariga ham to'xtalib o'tsak, buni yuqorida aytib o'tdingiz, bir qancha
challengelar o'tkazyapmiz dedingiz, ommaviy vositalarda chiqishlar qilyapmiz. Aynan bu bordagi hamkorlik ishlari qanday yo'lga qo'yilmoqda? Hozir o'zi xo'jalik yurituvchi subyektlar o'zlari ham juda tushunib yetyapti. Agar vaqtida soliq qarzini to'lamasa yoki hisobotlardan kelib chiqqan qarzdorligiga to'lov topshiriqnomasi qo'yilmay, soliq organi tomonidan inkassa topshiriqnomasi qo'yiladigan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 175-qismiga 3-qismiga asosan o'sha rahbariga yoki rahbar o'rinbosariga o'sha jarima qo'llash mavjud. O'sha xo'jalik yurituvchi subyekt arzimagan o'sha hisobotini vaqtida topshirmagani, to'lov topshiriqnoma qo'ymaganligi natijasida jarima oladi. Bu ham o'zini iqtisodiy o'sishiga zarar keltiradi. Bundan tashqari o'sha qarzdorligi mavjud bo'lsa, taqiq qo'yiladi soliq organi tomonidan. Taqiq qo'yilganda uni boyagi notarius organlari bilan bo'lgan bino inshootlariga, avtotransport vositalariga taqiq qo'yiladi soliq organi tomonidan. Bu ham bir o'sha soliq to'lovchini ishini orqaga ketishiga sabab bo'ladi. Agar qarzini vaqtida to'lab 0 qilib yursa, insofli soliq to'lovchi bo'lsa, hech qayerda qoqilmaydi, taqiq ham qo'yilmaydi, boyagina jarima ham qo'yilmaydi. O'zini ishlari to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'ladi. Insofli soliq to'lovchilarimiz ham ko'p. O'shalardan kelib chiqib, biz boya aytganimdek, hali yuqorida aytganimdek, ularga bo'lib to'lash imkoniyatini beramiz. O'sha bo'lib to'lash imkoniyati ham o'sha vaqtida hisobotni topshirgan insofli soliq to'lovchilargagina beriladi u imtiyoz. Albatta. Mavzu yuzasidan yana qo'shimchalar bo'lsa bildirishingiz mumkin, marhamat Dilfuza aka. Mana shu fursatdan foydalanib, umuman soliq to'lovchilarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizni O'zbekiston Respublikamizda Sirdaryo viloyatimizda o'sha har bitta soliq to'lovchiga kirgan, har bitta kelgan soliq to'lovchini biz juda qo'limiz ko'ksimizda kutib olib, ularga imkoniyati boricha tushuntirishlar beramiz, soliq to'lovchilari bo'yicha, qarzdorligi bo'yicha har bittasi bilan alohida gaplashib, qachon qarzini to'lash kerak, nima bo'lsa, qanday bo'ladi, har bittasi bo'yicha alohida tushuntirishlar beramiz. Bulardan ular ham to'g'ri xulosa chiqargan holda soliqlarni vaqtida to'lashga harakat qiladi. Bu ham o'sha yugur-yugurlarni, sarsongarchiliklarni kamayishiga sabab bo'ladi. Majburiy ijro byurosiga chiqib ketgan qarzdorligini orqasidan ularga ham borishga ortiqcha sarsongarchiliklarni oldini olishni tushunib yetgan holda bizni tushuntirishlarimizdan vaqtida to'lashga harakat qiladi. Bu ham ularning huquqiy bilimini oshirishga yordam beradi. Vaqtida to'lagan soliq, insofli soliq to'lovchi hech qachon qoqilmaydi. Har bittasini ishlariga omad tilaymiz. Abdumajid aka, marhamat, qo'shimcha qilishingiz mumkin. Yana qanday o'zingiz takliflaringiz bor, bildirishingiz mumkin. Endi mana e'tirof dasturi hozirgi kunda ishga tushmoqda. Noqonuniy egallab olingan yer uchastkalari, bino va inshootlarga nisbatan mana shu soliq qarzdorliklari ham juda katta bo'lib chiqib kelmoqda. Aynan 3 barobar hisobida hisob-kitob qilinishi belgilangan. Shu xususda ham bir ma'lumot berib o'tsak, teletomoshabinlarimiz orasida mana shunday noqonuniy egallab olgan yer maydonlari bilan bog'liq holatlar kuzatilayotgan to'lovchilarimiz ham bor. Marhamat. Bu e'tirof dasturi ham hozir aholimizga berilayotgan imtiyozlardan nimalardan biri bo'lib, o'sha qo'shimcha egallangan yer maydonlariga 3 karra hisob nimalarni to'lab beryapti, soliqlarni. Keyin kadastr o'z nomiga kadastr qilib olyapti. Kadastr qilib beryapti. Soliq qarzdorliklarini to'lagandan keyin, soliq jarimalarni to'lagandan keyin aniqlangan ma'lumotlarga ko'ra. Studiyamizga tashrifingiz, bildirilgan fikr-mulohazalar va ma'lumotlar uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Aziz teletomoshabinlar, kelasi ko'rsatuvlar orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.